Agar siz kosinus fini aniqlashni bilmasangiz, siz aniq ortiqcha pul to'layapsiz. Kosinus fini aniqlash uchun bizga 3 ta narsa kerak bo'ladi. Kuchlanishni bilish uchun voltmetr, tokkni bilish uchun ampermetr, aktiv quvvatni bilish uchun wattmetr kerak bo'ladi. Kuchlanish va tokkni bilish uchun faqatgina testerdan foydalansak bo'ladi. Wattmetr o'rniga biz elektr hisoblagichdan quvvat hisobini olishimiz mumkin. Aytaylik, sizning korxonangizda aktiv quvvatingiz 5 kilovat. Kuchlanish 380 volt, tok 10 amper. Endi buni formulaga qo'yamiz. Kosinus fini aniqlash uchun aktiv quvvat drop qaus ochamiz. Ildiz osti 3 ko'paytirilgan kuchlanish va tok. Qaus yopamiz. Bizda aktiv quvvat 5 kilovat dedik. 5000 watt bo'ladi maydalaganimizda. Drop qilamiz. Qaus ichida 1.73 ko'paytirilgan 380 volt ko'paytirilgan tok barobar 5000 ni 6574 chiqadi. Bir-biriga ko'paytirib chiqsa shunaqa holat bo'ladi. 5000 ni 6574 ga bo'lsak 0.76 chiqadi. Bu kosinus fi 0.76 degani juda ham yomon holat degani. Buni oqibatida mana bunaqangi transformatoringiz, avtomatlaringiz, kabellaringiz, shinalaringiz hammasi qizishni boshlaydi. Buni oldini olish uchun faqatgina kondensyator batareyalarni o'rnatibgina yaxshi natijalarga erishish mumkin. Ya'ni 0.95 koeffitsiyentgacha ko'tarish mumkin. Endi sizning korxonangizda kosinus fi necha? Javoblarni kommentariyada yozib qoldirasiz.